Assalomu alaykum aziz vatandoshlarım, aziz xalqim. Men bugun ijtimoiy tarmoqqa chiqib, siz aziz xalqimga minnatdorchilik bildirib, sizlarning oldinlaringizda ta'zim qilaman azizlarim. Sizlarning yordamingizda mana juda ko'p adolat haqiqatlar ro'yobga chiqayapti. Mingdan ming rahmat sizlarga. Mana 2 kun oldin viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov kelib, men bilan suhbatlashib, "Bu men siz paxtangizni pulini beraman" deb va'da berdi. Mayli azizlar, men fursatdan foydalanib, mana shu Ulug'bek Qosimovga minnatdorchilik bildiraman, rahmat aytaman. Mana bir 2-3 buzg'unchi bor, shular buzib yuradi. Mana Normunchoriyev, Rahmatulloh deganlari bor. Xudo ulardan asrasa, Ulug'bek Qosimov Xudo xolasa Surxondaryoda giroy bo'ladi. Shu kishining ham ishlariga omad, doim yaxshi ishlab yursin, xalqimizni boshini silasin Xudo xolasa. Shuning uchun bu kishilarga minnatdorchilik bildiraman. Siz azizlarimga ham mingdan ming rahmatlar aytaman. Boshim yerga tekkuncha sizlarning oldlaringizda ta'zim qilaman azizlarim. Sizlarga katta rahmat, ishlaringizga omad, bolalaringizni rohatini ko'ring, nasib bo'lsa Xudo xolasa O'zbekistonda katta to'ylar bo'lsin, nasib bo'lsa butun o'zbek xalqim hajlarga borib kelaversin. Ilohi amin.